Hammaga heyo bolalar. Bugun sizlar bilan TDMda top fishkalarni ko'rib chiqamiz. Bolalar, bu fishkalarni TDMda dunyodagi numradin TDMerlar ishlatadi. Hali uncha TDMer bilmaydi. Agar sizga shu fishkalarim yoqsa, videomizga like bosing, obunani ham sharaqlatib bosib tashlang. Ko'p videoni cho'zib o'tirmasdan, qani, let's go. Birinchi fishkamiz mana shu yerda bo'ladi. Hozir qarang, chap tomondan pik qilish o'zi katta xato edi. Shu xatoni to'g'rilash uchun mana bunga chiqamizda, ustiga chiqamiz. Keyin shuni olsa raqamimizga umuman ko'rinmaydi. Hozir raqibga ekranini ham qo'yib beraman. Bu yerdan pik qo'yamizga raqib yaxshigina beraveradi. Keyin bochkaga chiqishni otsa, unga raqibga umuman ko'rinmasdan kallasiga perjag'ir beraveramiz. Raqiblaringiz sizlarga yaxshi o'rin beradi mana shu yerdan. Keyin yugurib keladi, push qiladi. Sizlar mana shu yerda sekin izigina uraverasizlar. Raqiblarning xuddi o'sha yerga deylik. Endi shuni mount tagga o'tsalaring, o'qlaring tegadi. Bu tomondan pik qilasizlar. Raqiblaring bari uradi, keyin mana buni tagga otsalaring, unga ham raqiblaring umuman ko'rmaydi. Shu bilan videomiz nihoyasiga yetdi. Shu videomizga 50 ta like bo'lsa, qanday qilib to'g'ri pik qilishni o'rgataman. Videomiz agar sizga yoqqan bo'lsa, like bosing. Part 2 50 ta like chiqadi.